Assalomu alaykum. Aziz kanalimiz a'zolari, mana yana resept ishlab chiqarishni davom ettiryapmiz. Hozirda 660 mingdan chiqyapti. To'rtta pog'onali mana desalarimiz 660 mingdan 1.7 stenka qilib beryapmiz. Ayoqlari как положено toza 1.7. Keyin 1.5 stenkalarimiz bor. Ular 640 mingdan qilib beramiz. Bexijolat ko'rishlari mumkin. Kraskalab chiroyli qilib beramiz. Bu hozir endi ishlov berilmagan holati. Keyin zakaz bersalar inshaalloh mana tayyorlab beraveramiz. Uchtaliklarimiz bor. 630 mingdan. Keyin 5 kraska holatda olaman desalaring, 5 kraska holatda ham beraveramiz. Kraskasiz qilib berilaveradi. Yana o'tib berilaveradi 5 kraska bo'lsa. Zakaz berishlari mumkin. Paddonlarimiz mana profildan. Bular mana zakazga tayyorlari bor. Olib ketishadi bularni. Tanlab qo'ydik. Mana 660 minglik holati bo'lyapti. 3 ta pog'onali.